Tracker 2 Premier Plus oq rangdagi avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Birinchi navbatda RS oblitsovkalar o'rnatib berganmiz. Black Piano varianti. Nomer pastda turadi, ichida setkalari ham bor. Emblemali ham Black Piano bo'ldi. Tashqi qismi polniy Black Piano bo'ldi. Dugasi, oynaning chetidagi nikkellari, ruchkadagi va orqadagi bamper yubkalari bo'ladi. Hammasini Black Piano qilib berganmiz. Krugo 100 talik tonirovka qilib berganmiz. Qaranglar, beton bo'lib turibdi. Xo'p, undan keyin orqasiga garmdorlarni ham o'rnatib berganmiz. 3 ta rejimda ishlaydi, avarinkaga yuguradi. Yozuvlari, emblemasi, pastda yubkasi, hammasi Black Piano bo'lgan emblema bilan ko'rib bo'lyapsizlar. Xo'p, garmdorni aytdik, krugoy tonirovka, antenna o'rnatilgan, hamda GM paroqlarni ham qora Black Piano variantidan o'rnatib berganmiz. Ustiga chiqib, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ishlaydigan parok, prosta abmanka bo'lmaydi. Turishi video mana shunaqa chiroyli holatda. Undan keyin polniy salon Black Piano qilindi, detallari. Qaranglar, mana bu yerda nikkel, qora matoviy chastlari bo'ladi. Hammasini komplekt Black Piano qilib berganmiz. Xo'p, torpedkadagi detallari, ruldagi detal, bardagi, prosili, klimat atroflari hammasini akkurat shunaqa chiroyli Black Piano qilib berganmiz. Evopolik hamda o'zini shtatniy pultiga avtozapuslarni ham yoqib berganmiz. Bularni ham tekshirib beramiz, qaranglar, ishlashini. O'kamlarga radar kabelni ham chiqarib berganmiz. Xo'p, yopish knopkani 1, 2, 3 marta bosib zavat bo'ladi. Avarinkasi migat qiladi, keyin zavat bo'ladi. Ko'rib guvoh bo'lsizlar buni ham. Chotki ishlaydi, zapusk muammosiz, bez problem ishlab beradi. Xudo xolisa. Tormoz bossang, mana shunaqa signal berib, o'zini shu startiga o'tadi, haydab ketsanglar ham bo'ladi. Xullas, avtomobil